Aka necha pul oldingiz bularni? 2 million 800 ming so'mdan olinibdi do'stlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz do'stlar, aziz chorva muxlislar, qo'y, qo'chqor, qo'zi ishqozlari. Bugun Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani Chorshanba Qoraburuq mol bozoridan, qo'y bozoridan olib boramiz videolarimizda. Bugungi narx-navolarni tanishtirib boramiz. Bugungi cheslamiz 18-mart, hafta kuniga chorshanba, yilimiz 2026-yil. Ketdik do'stlar, videomizni boshladik. Aka zo'rmisizlar? Nech puldan oldingiz buni? 33 3 million 300 danmi? 3 million 300 ming so'mdan olindi do'stlar mana. Qo'chqormi bular? Qo'chqorcha ekan mana. 3 million 300 ming so'mdan olindi mana. Ketdik do'stlar mana. Olinganlarni ko'rsatib boraveramiz. Zo'rmisizlar aka? Nech puldan oldilaringiz? Valla 10 million. 10 million? 10 million, 2,5 million so'mdan, ha? 2,5. Aka takani 2,5 oldi, bir yetib chiqdi. Oldilarizmi? 79 ga oldi takani. 7 million 900 mingmi? Buga 2 million 500 ming oldi, 79 ga. 2 million 500 ming so'mga olibdi mana. Hozir ko'p qarataylik, so'rasmi o'zingiz? Nima kanali? Chiroqchi mol bozori. Aka, qo'zi nech pul oldingiz? 3 million so'mmi? Ko'rmay qoldik-da uni. Mana. Olindimi bular? Nech puldan? 2 million 50? Har bittasimi? Qimmat emasmi? Chiroqchi mol bozori. 2 million 50 ming so'mdan olibdi mana. Real nima olingan joydan. Qimmat bo'lmadilarmi yo o'zi qimmatmagan? Ha, bo'pti. Ketdik do'stlar, keyingi savdo o'tamiz. Aka zo'rmisiz? Charchan, nech puldan bo'lar? Ha? 1,5 million? 1,5 million so'm mana. Nech kunlik qo'zi bular? Bir haftalik bormi? 15 kunlik bo'ldi bular. 15 kunlik? Buchi? Qo'chqormi deyman bu? Qo'chqorcha ekan mana. 1,5 million so'm. Bozor nechidan qildi aka bular? Bozor bilan 13 dan 13,5. 13, 13,5 qildi. Ketdik, keyingi savdo o'tamiz. Mayli aka, sog' bo'ling. Aka zo'rmisiz? Nech puldan deyapsiz bu qo'zichalar? Uyda tushmaysizmi? Ya narxini aytib bering-da, uyda tushmasa. Sizni men tushirganmi? Uydaga olyapman qo'ylaringizni. Bo'pti. Tushunayman. Keyingi savdo o'tamiz do'stlar. Nech puldan deyapsiz aka? Zo'rmisiz? 36 dan deyapti, 3 million 600 dan, ha? 3 million 600 ming so'mdan deyapti. 3 million 600 dan deyapti ekan do'stlar. Mana. Yosh qo'zichalar mana. Chiroyli qo'chqarchalar. Qo'chqarmi bular? 5 ta qo'shqor, 6 ta urg'achi. 5 ta qo'chqor ekan, 6 ta urg'achi ekan. Savdo bo'ldimi aka? 32 dan bermadi. 32 dan bermadi. Mana do'stlar. Telefon nomer qo'yasizmi? Ko'magan sizda. Yo'q, sotaman. Sotasizmi? Bo'ldi. Bo'pti do'stlar, keyingi savdo o'tamiz. Sog' bo'ling aka. Do'stlar mana joyimiz sal qiyshinroqda. Bular olindimi? Olindi. Sotiladimi? Nech puldan deyapsiz? 3 million? 3 million so'mdan so'rayapti ekan do'stlar mana. 3 million so'mdan so'rayapti. Aka nechidan so'rayapsiz? 2,5 million so'mdan so'rayapti ekan mana. Qo'chqorchalar mana. Chiroyli qo'chqorchalar. Ko'ringizlar. Ikkita so'rayapti. Narx-navolar tanishtiramiz. Xo'p, keyingi savdo o'taylik do'stlar. Ya, narxini aytayapman, sizda olganmi yo'q? 25,5? 4 tasi 25 million. Ya bu alladi-yu bu. Ketsa mana. Keyingi keldi desa. Nech puldan deyapsiz aka buni? 2,5 dan sotildi. 2,5 million sotilgan joydan, ha? Realni sotilgan joydan. Qo'chqorchalarmi bular? Urg'ochi. Aralash, ha? Halla olyapti 10 ta ichida. Tanlab olishga mana 2,5 million so'mdan sotildi. Nomerni ham yozdirib bering. Sizdanmi bu? Ha? Ayting o'zi. 91lik 91lik 322 ayting. 38 67. Aziz do'stlar, telefon qilaverasiz, izlari ko'p, topib beraverasiz. Ko'p, ha, hozir ham 50 ta. Mana akaga telefon qilaverasiz. Mana izlari ko'p ekan. Mana do'stlar, kerak bo'lsa, nechta kerak bo'lsa topib beraveradi. Qaysi kanal bu aka? Chiroqchi mol bozori. Ketdik do'stlar, ha. YouTube. Keyingi savdo o'tamiz do'stlar. Qani bir ko'rsataylik, qani.
Qo'zini ko'ravering mana. Qo'chqarma deyman ha? Qo'chqarma bor. Ikkita sotildimi? Ha, egiz Mana nechi puldan egiz qo'chqarlar? 36 dan mana, qarang. Sotildimi? Ha? 3600 dan ha? Ha, 3600 dan mana baraka bo'pti. qo'zilar ko'ravering Mana orqalardan ko'raylik. Mana do'stlar. 3600 dan realni mana akalar sotdi. Mana Ko'ravering qo'zini. mana real mana. Zo'r qo'chqarchalar ekan ha. Buni boqishga olgamsa zo'r bo'ladi. Egiz. Ha? Zo'r ekan mana. Egiz qo'zilar. Egiz qo'zilar ekan. Ket kengisa o'tiramiz do'stlar. Va do'stlar kengisa keldik. Bular nechi bilan deyapsiz qo'zichoqlar? 25 dan 2 million 500 ming so'mdan so'rayapti ekan mana. Aka bir xil narxmi? Savdo bo'ldimi? Nechidan savdo bo'ldi? 26. Nechi bilan? 21. 21 dan bir joyda savdo bo'ldi. Ya do'stlar, ko'raverasiz mana. Soni nechta bor ber? Ko'p ekan-a? 25 ta bor ekan soni. Telefon nomer qo'yasizmi? Qo'ying. Telefon qiladi-da. Bo'pti, kengisa o'tamiz. Nech bilan deyapsiz aka, zo'rmisiz? 3 million? 3 million so'm. Qo'chqarma bular? Yuraga 26 To'rtalasi qo'chqar ha? 3 million so'mdan so'rayapti. Bozor nechi qildi? Savdo bo'ldimi? Bozor 2400 ming so'rab 2400? 2400. Bizni ko'pmi, bormi? Bor. Telefon nomer qo'yasizmi? Ayting aka, qo'ying. Mana, 90lik. 039. Ayting. 0304. Do'stlar telefon qilaverasiz mana, izi ko'p ekan, topib yuraveradi kerak bo'lsa. Bizlar ko'p ekan mana. Bu yosh oyliklar qanday? 2-3 oylik qo'zlar. 2-3 oylik ha? 2 oylik 3 oylik. Mayli aka, sog' bo'ling. Kengisa o'tamiz do'stlar. Mana do'stlar, bu nechi bilan deyapsiz buni? Zo'rmisiz? Nechi bilan deyapsiz? 28, 2 million 2 million 800 dan so'rayapti ekan do'stlar mana. Buni nechi pulga so'radi bozor? Bozor nechi pul qildi? 23 dan bermadi. 23, 2 million 300 danmi? 2 million 300 ming so'mdan bermadi buni. Qo'chqarma bular? Qo'chqar ikkilar deb qo'shadi. Qo'chqarcha ekan. Bir kunlik qamanglaydi. Mayli, bu sog' bo'ling. Ket, kengisa o'tamiz do'stlar. Qaysi savdo bo'lyapti, Palon aka? Men bilaman. Nechi bilan bo'lyapti? 16-20. 1 million 620 ming so'mdan. 1 million 620 ming so'mdan savdo bo'lyapti ekan do'stlar. Ko'raveringizlar. Sut qo'zi. Yosh oyliklar 1 oylik bormi? 1 million 620 ming so'mdan savdo bo'lyapti mana. Yo'q. Yo'q, shunga ham bermayapti ekan. Mana to'xtang, bitta ko'rsatib o'raylik. Do'stlar, ko'ringlar, sut qo'zi. Mana kengisa o'tamiz. Chiroqchi mol bozori. Mana. Kengisa o'tamiz do'stlar. Xo'sh. Bu assalomu alaykum. Zo'rmisiz? Nechi pul deyapsiz? 4 million so'm mana. Qo'chqarma. Qo'chqarcha ekan mana. 4 million so'm so'rayapti ekan. Bu savdo nechi bo'ldi? Savdo 32. 3 million 200 ming so'mga yo'q savdosi. Mana. Bularchi bu kattalari. Qo'chqar. 4 danmi? 4 million so'mdan so'rayapti ekan. Assalomu alaykum. Zo'rmi bo'ladi? Kasb o'zgartiryapsizmi? Bozor zo'rmi? Shunday. Mana do'stlar ko'rib olaverasiz. Nechi bilan bo'ldi bu? Olindimi? Nechi bilan oldingiz? 22,5 dan olindi. 2250 ha? 2200. Qo'chqarma? Urg'ochi ekan. Ketdik do'stlar mana savdo bo'layotgan, realni savdo bo'lyapti. Qaysi savdo bo'lyapti aka? Nechi pul? 23. 2 million 300 ming so'm savdo bo'lib turibdi ekan mana do'stlar. Ko'ringizlar. Realni mana bu ham savdoni mana pichishtiribdi mana. Ko'rib olaverasiz. Bu narxlar qanday? Bo'ladimi? Yaxshimi? Yaxshi. Unda qimmat emasmi? Endi hozir qimmatsiz, mana bunga mehnat kerak. Shunday. Mehnat qilish kerak ha, bu ozroq olib turib shunday. Narx-navolik yodlash kerak. Mana real savdo bo'layotgan joyidan.
Mayli, sog' bo'linglar. Bosh bo'laman. 23 so'rayapti. Kanalga chiqaringda. YouTube'da ko'ramiz, TikTokda ko'ramiz. YouTube'da ko'rasiz aka. Mana keyingilari keldik. Zo'rmisiz aka? Nech puldan deyapsiz? 26. 2 million 600 ming so'mdan so'rayapti. Qo'chqormi bular? Irg'achimi? Irg'achi ekan. Qo'chqor kerak bo'lsa, Qo'chqorlarim bormi? Bu bozor nechidan so'rab mana shular? 23 dan yo'q ekan. Solin. Nech pul deyapti bu kattalar? Qancha so'rayapsiz aka? 33 qo'chqorchami? Bozor nechi so'rab? 28 yarim. 2800 ni so'rabdi mana. hal qoldi mana. Voy, televideniyega chiqarsa tur, nima qilib buni bo'lyapti? 28 dan so'rabdi do'stlar. O'tirganinglar o'qib kim? Ketdi. Aka nomer qo'yasizmi? Nomer. Shart emasmi? Mana shart emas ekan. Chiroyli qo'chqorchalar mana. Degasini ham olinglar. Vaqt keyingi o'tamiz. Mana sog' bo'linglar. Gaz bilan. Nech pul? Chiroqchi mol bozori. Mana savdo bo'lyapti, real savdo bo'lyapti. Qaysi savdo bo'lyapti do'stim? Nech pulga? 2 deyapti aka. 2 million so'mmi? Bozor nech qildi? 16, 17 aka. 1 million 600, 1 million 500 so'rayapti ekan bozor. Mana. Xo'sh, do'stlar, videomizni shu yerda yakunlaymiz. Videomizda xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Chiroqchi mol bozori. Sog' bo'linglar do'stlar. Videomizga, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Ha, YouTube'ga chiqadi mana. O'zing qanday? Yaxshi, zo'rmisiz aka? Charchamas. Sog' bo'linglar do'stlar.